Yer sayyorasi. Hech qiziqib ko'rganmisiz? Nega bolaligimizdan Yer sayyorasini aynan mana bu ko'rinishdagi xaritalar orqali o'rganganmiz. Bizda yana mana bu ko'rinishdagi to'g'ri chiziqli xaritalar ham mavjud. Bu chiziqlar sayyoramizdagi vaqt hududlarini belgilab beradi. Sayyoramiz 15 gradus farqi bilan 24 ta vaqt hududiga bo'lingan. Nega aynan 24 ta deysizmi? Bir kun. 24 soat. E'tibor bering. Odatiy xaritalarimiz deyarli bir xil ko'rinishga ega. Ya'ni Amerikalar chap tarafda, Afrika o'rtada va Avstraliya xaritaning o'ng tarafida joylashgan. Negadir aslida 14 barobar kichik bo'lgan Grenland oroli Afrika bilan bir xil ko'rinadi. Mana jonajon O'zbekistonimiz. Shuncha animasiya qilaman, O'zbekiston qolib ketadimi? Hozirgi kunda ma'lum bo'lgan o'z davrida keng tarqalgan eng tarixiy xaritalar shuncha yillar va hattoki asrlar o'tsa ham bugungi kunda dunyo bo'ylab maktablarda darslik sifatida foydalaniladigan standart xaritalarimizdan ko'p farq qilmaydi. Aynan bu ko'rinishdagi xaritalarning keng tarqalishi sabablaridan biri tarixiy jihatdan butun dunyoni xarita sifatida chizish yevropalik olimlar tomonidan amalga oshirilgan va ular odatda Eurocentric World View tendensiyasini ilgari surishgan. Keyinchalik vaqt hududlarini belgilash bo'yicha olib borilgan kelishuvlarda ham Britaniya o'zining dunyoning markazi bo'lishini ta'minlay oldi. Chunki ularda mana bu joy bor edi. Greenwich Royal Observatory 1884-yilda Washingtonda bo'lib o'tgan xalqaro Meridian konferensiya natijalari Britaniyani dunyoning markazi, ya'ni Greenwich Meridiani Prime Meridian, bosh meridian, asosiy meridian, muhim meridian, Prime Meridian sifatida qabul qilingan. Ya'ni 0 gradus longitude chizig'i aynan shu hududdan o'tadi. Shunda xaritaning o'ng tarafi kunning boshlanish, chap tarafi esa kun tugash qismi bo'ladi. Sayyoramiz shar shaklida bo'lgani uchun bu qismlar aynan bitta vaqt hududi chegarasida tutashishini ko'rishimiz mumkin. Bu chegara kalendar kunining o'zgarishini ta'minlovchi International Dateline, ya'ni xalqaro kun chizig'i deb nomlanadi. Bu chiziqni Google Map orqali kuzatganimizda juda ajoyib, hayratlanarli holatlarga duch kelamiz. Bu tasavvuriy chiziq boshqa vaqt hududlarini belgilovchi chiziqlar kabi to'g'ri chiziq emas. Agar siz ham bu International Dateline nega bunaqa g'alati ko'rinishga ega ekanligi haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, kommentda izoh qoldiring. Keling biroz pauza qilamiz va International Dateline kesib o'tadigan ba'zi nihoyatda ko'zga yoqadigan orollardan bahra olamiz. Aynan yangi kunni kirishini belgilab beradigan tasavvuriy chizig'imiz mana shu ikki orolning o'rtasidan o'tadi. Bu Diomede orollari. Bering bo'g'ozi, ya'ni Rossiya va AQShni ajratib turuvchi suv yo'li ichida joylashgan ikki kichik orol. Katta Diomede Rossiyaga tegishli, kichik Diomede AQShga tegishli. Bu orollar o'zaro faqat 3,8 kilometr uzoqlikda joylashgan. Lekin va bu juda katta lekin ular orasidagi vaqt farqi 21 soat. Qanaqasiga bu ikki orol bir-biridan 308 kilometr uzoqlikda joylashadi-yu 21 soatga farq qiladi deb savol berishingiz mumkin. Katta Diomede, ya'ni Rossiyaga tegishli orol UTC+12 vaqt zonasida. AQShning kichik Diomede esa UTC-9 zonasida joylashgan. Ya'ni siz faqat 3 kilometr suzib o'tib 21 soat oldinga yoki orqaga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani katta Diomede aholisi kichik Diomede aholisidan deyarli bir kun oldinda yashaydi. Diomede orollari bu jinnicha chizilgan International Dateline'ning yagona qurbonlari emas. Qolganlari haqida kelasi epizodlarda gaplashamiz. Assalomu alaykum.